ikkita qatlam o'sha gaz saqlaydigan qatlam, yuqori hamda pastki qatlamda gaz saqlaydigan qatlam bo'lishi kerak va o'sha ikkita qatlamning orasida demak juda ko'p yillar mobaynida o'sha joyda demak geologik kelib chiqishdan hisoblanib o'sha gaz konlari paydo bo'ladi. Endi Boysun hududi tog' oldi hudud hisoblanadi. Boysun hududida ham avvallari, hattoki burg'ulashdan avvallari ham o'sha joyda tabiat mo'jizalarini ko'rgan insonlar o'sha suvni buloq sifatida yonayotganligi, o'sha burg'ulashdan avval qadimdan bu joylarda o'sha gazlar chiqib kelgan, qadimdan bu joylarda ham o'sha zaharlanishlar avvallari ham bo'lgan. Endi bu joyda gaz koni demak burmalanish jarayoni kuchli bo'lganligi uchun o'sha joydagi qatlamlarning orasidagi gaz yuqori bosimda siqilgan. Burg'alashdan ham avvallari ham bu joylarda gazlarning chiqib turishi demak ro'yxatga olingan, bu joyda gazlarning chiqayotganligini avvaldan aholining o'zi ham bilib borgan. Endi bu joyda burg'ulashlar amalga oshirildi. Burg'ulashlar amalga oshirilgandan so'ng bu joyda yuqori bosim bo'lganligi sababli u joydagi siqilgan gaz demak yuqori bosimda chiqib ketishni boshlagan. Albatta bunga ancha vaqt nima bo'ldi, vujudga ancha davom etdi, ya'ni gazning chiqishi. Hozirgi paytda ham gaz chiqib turibdi. Ayni kunlarda chiqayotgan gaz yoqib qo'yilgan. Nima uchun yoqib qo'yiladi? Yondirib qo'yilishdan asosiy maqsad atrof tabiiy muhitni demak o'sha turli zararli gazlardan muhofaza qilish. Demak, yonib ketgandan so'ng u joyda to'planib qolmaydi. Ya'ni o'sha oltin gugurt oksidi, ya'ni o'sha aholi ham juda ham aytishgan, ya'ni juda o'sha qo'lansa hidli o'sha gazni chiqqanligini aytib o'tishadi. Ya'ni agar yonib ketadigan bo'lsa, bu o'sha gaz aholiga ta'sir qilmaydi. O'sha sababdan bu gazlar yondirib qo'yiladi, yoqib qo'yiladi. Hozirgi vaqtda bu joyda muhandislik texnik tadbirlar amalga oshirilyapti. Yana qayta o'sha burg'alanayotgan o'sha burg'alanib chiqqan, ya'ni chiqayotgan gazni o'sha jilovlash ishlari demak maxsus o'sha tashkilotlar tomonidan amalga oshirilyapti. Endi hozir biz qo'limda aniq bir ma'lumotlar yo'q. Bunga yana qo'shimcha to'xtalishimiz mumkin. Biz ma'lumotlarni qo'lga kiritganmiz. Ya'ni bu joyda demak maxsus, ya'ni RL degan tashkilot hozirgi kunda burg'ulashlarni amalga oshiryapti. Asosiy ma'lumotlar ularda, bizda emas.